Assalomu alaykum, meni qadrdonlarim. Qalaysizlar, yaxshimisizlar, durustmisizlar? Qadrdonlar, bugungi sotiladigan mana bu stadion, esinglarda bo'lsa, bundan oldin video chiqizgan edim. Hozir yana chiqizamiz. Sababi endi to'liq hamma ma'lumotni aytib o'taman, qadrdonlar. Qaranglar, oldin chiqizganmiz, ozgina narx qimmat edi. Hozir narxi tushdi, ancha tushgan qadrdonlar. Bemalol olishinglar mumkin. Mana bu Tabasharda, Istiqlolda. Assalomu alaykum. Tabasharda, Istiqlolda mana shunaqa stadionning polya sotiladi. Hozir men sizlarga tushuntiraman, qadrdonlar. Bundaqasiga uzunligi 42 metr ekan. 42 metr ekan. Bundaqasiga 25 metr ekan. Shtangalar qo'yilgan, hammasi qo'yilgan, setkalar tortilgan, zakonli. Baqa mana bu tarafda uy qurib olsanglar ham bo'ladi, joy bor, yer katta. Yer katta, qadrdonlar. Narxi arzon bo'lgan, narxi tushgan, qadrdonlar. Narxini qancha desam, egasi aytadi, dogovor qilaveramiz dedi. Dogovor qilaveramiz, kelishamiz dedi. Короче, o'shaning uchun narxini dogovorni deb yozib qo'yamiz. Kelishib olaverasizlar, kelishib ketsa bo'ladi. Qaranglar, qadrdonlar. Mana bag'i, mana shularni polностью mana shu stadionning egasiga tegishli. Baqa basseyn qilib qo'ygan. Tak. Mana basseyn qilib qo'ygan. Basseyn ham 6 metrga 4 metr ekan. Hozir mana qaranglar, 1 2 3 4 to'pa-to'g'ri 6 metrga 4 metr ekan. Mana bu yerga fundamentlarni qilib qo'ygan. Bag'da nima deydi? Hojatxona, dam oladigan zona, bada o'ynab futbol o'ynab o'tkazib qo'ysangiz, kelasizda mana bu yerda cho'milasiz. Qadrdonlar, shunaqa tayyor biznes. Buni tayyor biznes deydi. Короче, biznes tayyor deydi, qadrdonlar. Bilaman, kommentariyada sizlar har xil narsalarni yozishinglar mumkin. Shu xayolingizga nima kelsa o'shani yozib tashlayapsizlar-da. Mayli, unga meni haligim yo'q, qarshiligim yo'q, qadrdonlar. Kommentariya sizlar uchun doim ochiq. Bilaman, narxini aytmaysan deysiz. O'ziga yarasha sababi bor. O'shaning uchun aytilmaydi. Bu imенно stadionning narxi, egasi aytdi, kelishib ketamiz dedi. Shuna telefon qilsin, kelishamiz dedi. Olib qo'yinglar, mazza qilasizlar, qadrdonlar. Olib qo'yib, просто projektorlarni qo'yasizlar. Kerak bo'lsa, biz o'zimiz kelib shada futbol o'ynaymiz. Ko'pchilik aytishi mumkin, futbol o'ynashga odam yo'q. Polya yo'q edi. Ana endi polya bor. Biz kelamiz, o'ynaymiz o'zimiz. Assalomu alaykum. O'shanga ana shunaqa, qadrdonlar. Lekin har doim aytgan gapim. Kommentariy yozishdan oldin bir marta o'ylab ko'ring, keyin yozing. Men tilim bor, men yoza olaman deb yomon gaplarni yozavermanglar, qadrdonlar. Men ham ko'raman, o'qib turaman. Xullas kalom, shuni mana telefon nomeri Nazvani kanalida qoldirg'izdim. Telefon qiling. Prямо egasini o'ziga alo deysiz, shunaqa. Men olmoqchi edim, qancha? Shuncha, davay kelishamiz, davay tap kelishib tashlaysiz. Xudo xolasa yana zo'r videolar chiqsam, qadrdonlar, men hozir harakat qilaman hujjatga. Hujjatda sotiladigan uylarni men sizlarga ko'rsatib, kerak bo'lsa hammasizga yordam berishga tayyor bo'laman. Xudo xolasa bizni bir ikkita kontraktimiz bor, shuni biz qilib olamiz. Yaqin orada, tez kunlarda hujjatdagi uylarni ko'rsataman. Cho'riqdarondan aytgan, Cho'riqdaronga ham boraman, qadrdonlar, vaqtim bo'lmayapti. Xudo xolasa Cho'riqdarondagi sotiladigan uylarni ham ko'rsataman. Yana sizlarga nima interesno yana? O'shani kommentariyada yozinglar, men qo'limdan kelgancha harakat qilaman. Короче, polya haqida tushuntirdim deb o'ylayman, tushundinglar deb o'ylayman. Agar biror nima kamchiliklar qolib ketgan bo'lsa, kommentariyada yozishamiz. Keyingi videoda yana ko'rishguncha.